uzoqda o'tiradi. Ukraina Rossiya urushi boshlanganidan beri butun dunyo bir haqiqatni yaqqol ko'rdi. Vladimir Putin oddiy prezident emas, u Rossiyada butun siyosiy tizimning markaziy nerv tuguni. Shuning uchun uning xavfsizligi bugun frontning o'zidan ham muhimroq. Urushdan avval ham Putin dunyoning eng himoyalangan yetakchilaridan biri edi. Ammo hozirgi xavfsizlik choralarini avvalgi davr bilan qiyoslash go'yo velosiped bilan tankni solishtirishga o'xshaydi. Va eng hayratlanarlisi, bu tizim shunchalik murakkabki, u haqiqiy ko'zdan g'oyib bo'ladigan prezident effektini yaratadi. Hatto eng yaqin maslahatchilar ham uning harakatini oldindan bilmaydi. Bugun Demokrat.uz siz uchun Rossiya prezidentining ko'zdan yashirin ammo aql bovar qilmas darajadagi po'latdan mustahkam himoya mexanizmi haqida noyob ko'rsatuv tayyorladi. Video avvalida sizdan kichik bir iltimos. Videoga like bosish orqali bizni ilhomlantiring. Urushdan oldin Putin ochiq tadbirlarga chiqardi. Samolyotda erkin uchardi, xalqaro forumlarda jonli qatnashar, hatto stadionlarda 10 minglab odamlar oldida chiqish qilardi. O'sha paytda ham Rossiya Federatsiyasi davlatni himoya qilish xizmati sobiq KGBdan meros bo'lgan juda qattiq tizim edi. Ammo u normal tartibni ta'minlab turardi. Bugun esa bu tizimning ustiga yana 3-4 qatlamli maxsus halqa qo'shildi. Ammo halqa faqat odamlardan emas, dronlardan, elektromagnit to'lqinlardan, radio signallardan, yashirin snayperlardan, kimyoviy xavfsizlikdan va hatto iz qoldirmaslik protokollardan iborat. Putin endi samolyot bilan emas, balki maxsus zirhli, tashqi tomondan oddiy ko'rinadigan, ichida esa prezident uchun mo'ljallangan bunker kapsulasi bor maxfiy poyezd bilan yuryapti. Bu poyezdning marshrути bir necha soatda bir o'zgartiriladi. Izlab topishning deyarli imkoni yo'q. Sobiq xavfsizlik xodimi Gleb Karakulov aytganidek, Putin o'zidan iz qoldirmaslik uchun harakatlanish marshrutlarini 3 barobar sirli holatga keltirgan. Bu daraja hatto sovuq urush davrida ham bo'lmagan. Putinning kortej va transport vositalari qanday himoyalangan? Putin davlat limuzini Airus Senatdan foydalanadi. Bu avtomobil odatiy mashina emas, u zirhli, portlash, otish, kimyoviy xurujlarga dosh bera oladigan darajada jihozlangan. Bundan tashqari u yong'inga chidamli avtomatik aloqalar, himoyalangan yonilg'i tankka, maxsus portlash va o'tga chidamli shinalarga ega. Kortej odatda bir nechta qo'riqchilar, mashinalar, eskort vositalari bilan harakatlanadi. Bu eskort mashinalar ko'pincha taxminiy yoki dekorativ ko'rinishdagi transport bo'lishi mumkin. Shunda kim ichida ekanini aniqlash mushkul bo'ladi. Eng qiziq tomoni shuki, Putin Qozog'istonga safari chog'ida o'zining maxsus xizmat mashinasiga prezidentimizni ham taklif qilgan. Ular birgalikda himoyalangan kortej orqali manzilga yetib borishgan. Bu esa odatda faqat yuqori darajadagi davlat tashriflarida ko'riladigan noyob va sirli vaziyatlardan biridir. Keng ko'lamli himoya qatlamlari Putin jamoat joylarida yoki sayohatlarda quyidagi ko'p qatlamli himoya tizimi bilan qo'riqlanadi. Birinchi qatlam bevosita shaxsiy qo'riqchilar, suitsiz qurollar, himoya qalqoni va tibbiy uskunalarga ega. Ikkinchi qatlam oddiy kiyimdagi maxsus agentlar. Ular odamlar orasida aralashib yurib, shubhali shaxslarni aniqlashadi. Uchinchi qatlam perimetr nazorati. Yaqindan keladigan shaxslar, transportlar va atrofni kuzatuvchi hamda shubhali harakatlarni aniqlovchi patrullar. To'rtinchi qatlam snayperlar yoki uzoq masofali qurollardan foydalanadigan maxsus jihatdan joylashgan xavfsizlik kuchlari. Baland binolar tomlarida yoki yashirin joylarda turadi. Agar zarur bo'lsa, elektron himoya tizimlari, radio signal jammalari, shaxsiy qurilmalarni monitoring qilish va ehtimoliy qurilma portlashlarini oldini olish texnikasi ishlaydi. Bu hali hammasi emas. Prezidentning xavfsizligi zirhli himoyalangani bilan bir qatorda uning haqiqiy joyini yashirish mexanizmi ham ishlaydi. Masalan, yaqinda ijtimoiy tarmoqlarga bir ma'lumot sizib chiqdi. Putin dushmanlarni chalg'itishda 3 ta klon ofisdan foydalanadi. Bu ofislar nafaqat ish joyi, balki xavfsizlik, aldamchilik vositasi sifatida ishlatiladi. Kreml ommaga Putinning qayerda ekanini aniq ko'rsatmay, uchrashuvlar va videolar orqali odamlarni va dushmanlarni chalg'itadi. Bu ma'lumotni aynan shu jarayonlarning tirik guvohi bo'lgan Putinning sobiq xavfsizlik xizmati xodimi tasdiqladi. Uning ishxonalari Sankt-Peterburg,
Sochi yoki Novoagaryovda bo'lishidan qat'iy nazar hammasi bir xil. Har bir xona mutlaqo identik, har bir detal aynan takrorlanadi. Masalan, men bilamanki, u hozir Sochida, bir vaqtning o'zida televizorda yangiliklar ketyapti. U go'yoki Novoagaryovda uchrashuv o'tkazayotgani ko'rsatiladi. Men hamkasbimdan so'rayman, u Sochida ekan, demak uchib ketganmi? U esa javob beradi, yo'q, u hali shu yerda. Shunda ular kulib hazilomuz aytishadi. U Sochida bo'lsa ham atrofdagilar uchun go'yo boshqa joyga uchib ketayotganday manzara tashkil qilinadi. Samolyot keltiriladi, kortej yuradi, chiroqlar yoqiladi, lekin u aslida Sochidan qimirlamaydi. Ya'ni u ko'rinmas sayohat ijro etadi. Hammaga harakat bordek ko'rsatiladi, lekin o'zi bir joyda qoladi. Shu tarzda uning xavfsizlik protokollari nafaqat sirli, balki biroz teatr sahnasiga o'xshab ketadi. Putinning ovqatlanishi ham alohida nazorat qilinadi. Urushgacha u har bir taomni shaxsiy xavfsizlik nazorati ostida iste'mol qilardi. Hozir esa bu jarayon yanada murakkablashgan. Avval maxsus tayyorlangan gustator qo'riqchilar taomni tatib ko'radi. Agar ular zaharlansa, avvalo ular qurbon bo'ladi, Putin emas. Oshpazlar oddiy oshpazlar emas, balki jangovar tayyorgarlikdan o'tgan otish ko'nikmalariga ega harbiy mutaxassislardir. Bu tizim Stalin davridagi zaharlanish vahimasining zamonaviy versiyasiga o'xshaydi. Eng ta'sirli o'zgarish esa Putinning odamlar bilan masofasi. Urushdan oldin olomon ichiga kirgan prezident endi bir stol boshida odamdan 6 metr uzoqda o'tiradi. Bu masofa shunchaki ehtiyot chorasi emas, bu biologik hujumlar, virusli yoki aerozol shakldagi suiqasdlardan himoya qilish protokolidir. O'ziga yaqinlashtiriladigan har bir odam FSOning shaxsiy hayotgacha kirib boradigan tekshiruvdan o'tadi. Ba'zi tadbirlarda esa o'zini xalq vakili sifatida ko'rsatgan odamlarning aslida FSOning faol aktyorlari bo'lgani haqida G'arb matbuoti o'nlab misollar keltirgan. Agar kimdir nega bu qadar keskin deb so'rasa, javob juda oddiy va nihoyatda keskin. Urush Putinning o'zini ham nishonga aylantiradi. Ukraina dronlari Moskva markazigacha yetib keldi. Belgorod, Bryansk, Kursk, hatto Zikovdagi harbiy aerodromlarga hujumlar bo'ldi. Rossiya ichida sabotajlar, portlashlar qayd etildi. Bunday sharoitda Putin nafaqat davlat rahbari, balki strategik nishondir. U ketgan taqdirda Kreml vertikali bir zumda qulaydi. Elit ichida hokimiyat uchun jang boshlanadi. Yadroviy arsenalni kim boshqarishi mavhum bo'ladi. Urush strategiyasi izdan chiqadi. Rossiya ichkarisida fraksiyalar paydo bo'ladi. Bu esa G'arb, Xitoy, Ukraina, MDH davlatlari uchun hamda butun mintaqa uchun 10 yillik beqarorlik demak. Shu bois bugun Putinning xavfsizligi bu oddiy rahbarning emas, balki butun rejimning omon qolish masalasidir. Federal xavfsizlik xizmatining snayperlari tomlarda, dronlarga qarshi elektron qurollar havo yo'lida, yashirin agentlar binolarda, oshpazlar oshxonada, elektromagnit bo'linmalari esa havodagi signalni to'sib turadi. Unga yaqinlashayotgan har bir odam, u ushlayotgan har bir ruchka, ichayotgan har bir choy, bosayotgan har bir qadam, o'tirgan har bir kreslo, barchasi maxsus filtrdan o'tadi. Bu xavfsizlik darajasi bugungi dunyoda hech bir yetakchida yo'q. Putin hozir Rossiya uchun shunchaki prezident emas, u tizimning bosh muvozanati, siyosiy barqarorlikning yagona markazi, urushning asosiy ramzi. Shu sabab uni himoya qilish frontni himoya qilishdan ham ustun turadi. Kremlning bugungi strategiyasi juda sodda. Putin tirik bo'lsa, rejim tirik. Putin yiqilsa, hamma narsa qulaydi. Shu sabab Rossiyaning eng sirli, eng tajribali, eng xavfli xizmatlari bugun Putinni faqat qo'riqlamayapti, uni tarixdagi eng yirik siyosiy qalqon bilan o'rab turibdi. Keyingi videoda qaysi prezidentning xavfsizlik sxemasi haqida so'zlab berishimizni xohlaysiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring.